Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga boshqacha bir Mersinni boshqa tarafini, dengiz yo'q Mersinni ko'rsataman, qadrli do'stlar. Va ozgina shu biznes qilsa bo'ladigan joylarni sizlarga ko'rsataman. Bu yerda nima biznes qilsa bo'ladi, ularni o'zingizlar ko'rasizlar. Qayerda joylar arzonga olib ish boshlasa bo'ladi bu yerda. Qaysi yo'nalishda bu yerda faoliyat yuritsa bo'ladi? Mana shu savollaringizga javob topasizlar. Qaranglar qanaqa chiroyli. Qaranglar qanaqa go'zal o'rmon. Biz hozir Erdemli tarafdan yuqoriga toqa qarab chiqib ketdik. Assalomu alaykum hammaga. Bizani o'zimizni Chorvolarga, yo'kan Jizzax tarafdagi joylarga o'xshagan joy bu ham. Biz Mersindan 100 kilometrdan oshiq uzoqlikka ketdik. Erdemli rayoni shunaqa tog'li hududi bor. Shunaqa oddiy joylar bor, lekin juda ham shirin qiladi bu yerda. Bu yerda mangalda shashlik, har xil go'sht bilan bog'liq hamma narsani pishiradi. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, o'tin. Hamma narsa bu yerda o'tinda qiladi. Yo'da orqada katta bog' bizda. Lekin mana bilasizlarmi, chekka joylarda ham, shunaqa oddiy joylarda обязательно shunaqa bolalarning o'yingohi bo'ladi, qadrli do'stlar. Bugungi vlogim sizlarga shunaqa bir Mersinni oddiy hayoti, Mersinni qishloq hayoti deymiz. Va aytganimdek, o'sha bitta surpriz bo'ladi. Juda ham ko'pchilik bilgan oddiy hayotda targ'ib qiluvchi bitta bloger qiz bor. O'zbekistonning chekka qishloqlariga boradigan shu qizni biz Mersinga taklif qilganmiz. Xudo xolasa, mana bugun yetib keldilar. Juda ham chiroyli vloglar bo'ladi. Mersindagi oddiy hayot, Mersindagi oddiy insonlar to'g'risida do'stlar. Yana yo'lda men sizlarga bitta videolar oldim. Sizlar bilan bo'lishaman o'sha videolar bilan. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Nima ish qilsa bo'ladi deb so'rayapsizlar-ku Mersinda. Mana kichkina mana fabrikalarni qursa bo'ladigan joylar bor. Yerlar arzon, stroy material arzon, juda ham mana Mersinni o'zi
pochvasi toshli, o'sha toshlarni o'zidan ham sizlar qursanglar bo'ladi, teplitsalar qilsa bo'ladi. Bu yerda umuman olganda qishloq xo'jaligi bilan juda ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Bunga ruxsat bor, bunga hamma shart-sharoit bor. Fermer xo'jaligi, mana mol hol ko'paytirish, nimadirlarni ekish, shu teplitsalarda yetishtirish juda ham kerakli bo'lgan, ochiq bo'lgan bir yo'nalish bu. Men sizlarga shu ozgina videolar oldim, o'zingizlar ko'rasizlar. Agar sizlarga bu yo'nalish qiziq bo'lsa, men sizlarga batafsil bir kun vaqtimni olib, bir kun, 2 kun to'liq shu Mersinni shunaqa chekka joylarini videoga olib, nimalar qilsa bo'ladi, shu oddiy xalq bilan yana suhbatlashib, shunaqa bir chiroyli vlog tayyorlayman do'stlar. Mana shunaqa bir oddiy joyga hozir toqqa keluvdik. Mersindan bir 100 kilometr atrofida uzoqlikdamiz. Qaranglar, daraxtlarni qanaqa chiroyli daraxtlar bor bu yerda. Bu yoq ancha salqin, shaharda plus 20-22, bu yoqda salqin. Mana bugun shunaqa katta dasturxon atrofida. Bu yerda 3 xil, 4 xil millat bor. Qrimdan, Turkiyadan, biz O'zbekistondan. Chiroyli manzarada oilaviy o'tiribmiz, maza qilib. Endi bunaqa joyga keldik. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu kvadratga bizim katatsiz. Bunaqa joylar yozda zo'r. Muzdek bo'ladi. Походу звука пострелять. Да ты что? Да? Видел там. Вот, видишь, как красиво. Burası hepsi Mersin. Evet, evet. Daraxtlarni qaranglar. O'zim birinchi marta keldim bu joylarga. Endi ko'rishim, mana sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa go'zallik. Qanaqa chiroyli. Bu dengiz emas, o'sha bu boshqa manzara. Bu umuman boshqa tabiatda bir mo'jizasi. Sizlar daraxtlarga e'tibor beringlar. Faqat biz Mersin issiq bo'lganiga hammamiz yuqa kiyimdamiz. Bu yoqlar ancha salqin ekan. Yozda demak juda ham muzdek bo'ladi. Uzoqlashib ketaverasizlar, shunaqa chuqurlashib. Nereye mi gidiyor? Yok, şimdi serbest zaman. Mersin faqat dengiz emas do'stlar. Mersinda mana shunaqa bir ertakka o'xshagan joylar ham juda ham ko'p. Shunaqa o'rmonlar. Я лучше там побываю. Mana shunaqasi ketaverar ekansiz. 20-30 kilometr ichkariga qarab ketgan ekan. Shunaqa qalin o'rmon. To'g'risi o'zim ham hayron qolyapman, chunki o'zim ham bu joylarga birinchi kelishim.
yoqqa Yenishehir Mezitli tarafdagi tog'larga chiqqan edik oilaviy o'tgan yili dam olishga, lekin bu joylarga endi kelishimiz. Aytmoqman, nima Mersin issiq bo'lganiga mana hozir bu yerda quyosh ko'rinyapti. Demak, u yoqda ham ozgina bulut bor edi, lekin havo ancha issiq edi. Bu salqin, odamlar qalin kurtkalar kiyib olishgan. Kvadrotsikllarda uchsanglar ham bo'lar ekan, bu yoqda otlar ham bor ekan. Mana shunaqa do'stlar, uzoqlashmanglar, bugungi kontent shunaqa bir qiziqarli bo'ladi. Хедрус парк – это парк национальный и заповедник. Посмотрите на эти кроны, и это только самая малая часть вот этих деревьев, которые вы можете увидеть здесь. Это охраняется государством. Вот так вот вы можете арендовать вот такую беседку. Вам принесут мангал, вам принесут огонь, вам принесут чай. С вас только мясо и овощи. Все остальное за 500 лир отдыхать целый день. Вот вам квадроциклы, здесь есть лошади по лету, здесь есть горные велосипеды. Дети здесь кайфуют. И это Мерсин. Марьям, тебе идет вам четырехдетная семья. Все. Мы многодетная семья, которая приехала отдыхать. Раз, два, три, четыре, еще два дома. Нельзя. Бехруз, держись, Азимбек, держись. Нет, нет, все. Нет. Нельзя. Держись. Мерсин, вперед! Kvadrotsikllarda uchib ketishdi. Ozgina fragmentini sizlarga ham ko'rsataman. Va men o'rmon oralab do'stlar, hozir kamerani bu yoqqa o'girib sizlarga ham ko'rsataman hammasini. Qaranglar, qanaqa chiroyli joylar bo'tlar. Umuman hidi boshqacha, umuman bir nima desa bo'ladi. Tabiatdan bir boshqacha kuch olasizlar-da, baribir dengizni o'zini bir gashti bor. Va bunaqa tog'li joylarni o'zini bir gashti bor. Qadrli do'stlar, bunaqa joylar juda ham ko'p Mersinda. Eng asosiysi menga yoqadigan tarafi, bu joylar hammasi davlatga mansub. Davlatga tegishli va faqat sizlar kelib, mana hozir men narxlarini so'radik. 500 lira turadi. 500 lira bu demak bugungi kunda 12-15 dollar orasida endi kurs o'ynayapti hozir. Xullas shu 15 dollar atrofida pul to'laysizlar va sizlarga besetka berishadi, juda ham katta, bir 10 tacha odam sig'adigan besetka. Mangal berishadi. Choyni berishadi. To есть choy damlash uchun, ovqat pishirish uchun hamma shart-sharoit, o'tinlarni berishadi va bemalol sizlar pishir kuydir qilib bozor ucharinglarni o'zinglar bilan qilib kelasizlar. Mana bu tarafga ham yo'l bor, bu tarafga ham yo'l bor ekan. Kvadrotsiklda mana anaqa bilan ketishdi, putevoditel bilan ketishdi, chunki adashib qolish juda ham oson. Men o'zim ham to'g'ri yo'l bilan ketyapman, keyin shu yo'l bilan qaytish uchun. Va bemalol ertalab kelib, ertalabdan kechgacha dam olasizlar. Farqi yo'q, necha kishi kelasizlar, farqi yo'q, qanaqa besetkani olasizlar. Narx shu 500 lira olib, shu yerda dam olish mana. Juda ham chiroyli joylar ekan. Hammanglarga katta rahmat, meni qo'llayotganingiz uchun, menga yozayotgan izohlaringiz uchun, menga berayotgan maslahatlaringiz uchun, duolaringiz uchun, men uchun juda ham qadrli bu.
juda ham xursand bo'lardim. Yana ko'pchilikka tarqatsanglar, shu mani kanalimni, shu Mersinda, Turkiyada Aziza degan bitta ayol bor, 4 ta farzandi bilan yashaydi. Mana qanaqa uylarni taklif qiladi. Men qo'limdan kelgancha har bir shu yerdan uyamoqchi bo'lgan insonga do'stlar, mana xohlagan klientlarni raqamlarini berishi mumkin. O'zingizlar gaplashsanglar bo'ladi. Qanaqa xizmat ko'rsatamiz, qaysi taraflama yordam beramiz, qanaqa qo'llab-quvvatlaymiz. To'g'risi men juda ham xursand bo'lardim. Men haqimda ma'lumotlarni tarqatib, shu menga yordam bersanglar, aytganimdek birga ishlamoqchi bo'lganlarni yana bir bor taklif qilaman. Menga yozinglar Telegramdan, WhatsAppdan. Men hozir qarildim orqaga, to'g'risi juda ham ichkari. Chunki hozir bu yoqda yetishdi 120-30 kilometr har tarafga yo'l bor. Adashib qolmaydiganman. Do'stlar, ishlamoqchi bo'lganlar 24-apreldan 2-maygacha biz Toshkentda bo'lamiz. Toshkentda bo'lsanglar yoki mana Samarqandga ham boramiz, xudo xolasa. Aytaman qaysi kuni borishimizni kelinglar, gaplashamiz, maslahatlashamiz. Har bitta sizlarni isminglar orqali kelgan mijozga yuborgan mijozlaringlar mendan shu uy tanlab uy olishsa, albatta o'zini bir kelishilgan bir komissiyasi bor. Shuni men sizlar bilan baham ko'raman. Menimcha bu juda ham yaxshi bo'ladi sizlar uchun ham. Mana kelishyapti bizanikilar. Menimcha hozir ko'rasizlar. Orqadan. Ana. Молодцы! Shunaqa do'stlar. Mana sizlarga ham ko'rsatdim. Mana bu yerda nima qilsa bo'ladi. Otam bor ekan, otda bemalol bu yerda. Otda uchsa bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. 24-aprel 2-maygacha Mersin kompaniyasi Toshkentda bo'ladi. Uyomoqchi bo'lganlar, birga hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar, xursand bo'lamiz, sizlarni kutib qolamiz. Yaqinroq kelganda men sizlarga qaysi lokatsiyalarda bo'lamiz, shuni xabarini albatta beraman. Diğer elini de tut. Другой. Yok, senden şöyle. Руки нужно крепко держать. Абля, у Я. тебя вот так вот руки играют. Ну. Тремя пальцами. Şöyle. Тремя. Bunda. Az daha. Çek sonunu. Абу. До свидания. Arkaya gitti. Сказка это, три этих. Три богатыря. Yukarı atmayacaksın. Aşağı. Poyla anaqani. Atarsan arkaya gider, bulamayız. Çek, nişan al gözünle. O, Masal var bizde biliyor musun? Padişahın